qadrlik ustozim. Yaqında uchrashganligimiz uchun sana elvida demayman. Zulmga qarshi qaddingni tik tutib yashading. Barliq to'salg'ularni rad qilgan holda erkinlikka cheksiz oshiq bo'lding. Bu ummat azoratdagi o'ziga loyiq o'ringa ega bo'lsin deb, uni qaytadan gullatish va barpo qilish uchun sukunat ichida yangi ufuqlarni izlading. Tang tushlaring mashg'ul bo'layotgan ishlar bilan habilashmading. Her doim darslaringda birinchi bo'lishingga qaramay, o'rganishga bo'lgan ochliqing besiqmadi. Bu qisqagina hayotda sen bilan o'tkazgan suhbatlarga qonmadim. Vaqtim shodlanish va ko'ngil ichishga yetgudak darajada ko'p emas edi. Rabbi'atul'adaviyyada oxirgi qatim uchrashganimizda sen biz bilan birga cheg'ingdimi bizdan yiroq turasan deyish orqali mendan ranjiganligingni ifodalagan eding. Men musanga bu hayot bir-birimizga qong'udak darajada keng emas. Bir-birimizga qanishimiz uchun Allohdan jannatida bizga bu suhbatni ato qilishini umid qilaman degan edim. Sen şəhid bo'lib ketishdan 2 kun ilgari seni tushimda to'y kiyimi kiygan holda ko'rdim. Bu dunyoda tangdish tepilmoqdek darajada go'zal eding. Jimjitgina kelib yanimda o'ltirganingda, bu kecha sening to'ying bo'lamdi deb so'radim. Sen to'yim kech tarafda emas, shu vaqtida bo'ladi degan eding. Çarşamba kuni shu vaqtida sening şəhid bo'lib ketganligingning uchurini topshirib olganimda, sening tushimda menga nima demoqchi bo'lganligingni tushunib yetdim. Allohdan seni şəhid qabul qilishini tiladim. Sening şəhidliging bizning haqli ekanligimizni va dushmanimizning botilning dal o'zi ekanligi qarashimizni mustahkamladi. Oxirgi qatim sen bilan vidolasholmasligim, seni eng oxirgi qatim ko'rolmasligim, oxirgi qatim peshonangga suyanmasligim va sening namozingni tushirish sharafiga noil bo'lolmasligim meni cho'nqur qayg'uga soldi. Meni bularni qilishdan mahrum qilgan narsa o'lim yoki qorong'u kamerlardan qo'rqish emas, sen yo'lida jiningni pido qilgan davoni davomlashtirish edi. Zolimlarga qarshi mardona turayotganda vahshiy o'qlar ko'kragingga qadaldida ruhing o'rladi. Nima degan go'zal iroda, nima degan yaxshi tarbiyalangan bir nafsga ega eding ha? Shuningga ishonamanki, sen Allohga bergan va'dangni o'rindading. Allohmo sana bergan va'dasini, ya'ni shahidlik sharafini bizga emas, sana baxsh qildi. Suyimli qizim, qadrli ustozim. Ko'rishadigan bo'lganligimiz uchun sana elvida demayman. Yaqinda payg'ambar va sahobalar bilan birlikda Havzai Kavsarda cheksiz qudrat va hukmronlik sohibi bo'lgan Allohga yaqin, uning nazarida hurmat va sharafga noil bir maqomda uchrashimiz. U ayrilmaydigan, bir-birimizga qanish orzularimiz reallikqa aylanadigan bir uchrashish bo'ladi.